Nefsini yuqori paroliga albatta olishamiz. Biz o'rganishda bitta kuchmiz. Islom Karimov nomidagi San'at saroyida 2025-yil Superliganing yangi mavsum uchun aynan Farg'onaning Neftchi jamoasini tanishtiruv marosimi bo'lib o'tmoqda. Ravon bo'lsin yo'llaring, ham uyda ham safarda, hamrohdir muxlislaring. Har o'yining bir bayram, raqiblar tortar alam. Olqishlaylik g'alaba, to'y otguncha Farg'ona. Shu qatorda sizga yana bir ma'lumotni aytib o'tamiz. 14-mart kuni, juma kuni FM 98 Farg'ona radiosidan 16:00 da Neftchi Plus loyihasini ham o'tkazib yubormang.